Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bugun 8-mart. Xo'p, yakshanba 2026-yil Bobosbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Aka, mana oq oyoq kiyimlaringiz necha pul? Dona narximiz 60 mingdan. Donaga 60 ming so'mdan, pachkagachi? Pachkaga 45 mingdan. Pachkaga 45 ming, razmerchi? Razmer 39 dan 44 gacha. 39 dan 44 gacha. 44 gacha. Neta bunaqa kichkina bolachalar oyoq kiyimi necha pulda? 25 mingdan. Hammasimi? Ya chishkalari 25 ming so'mdan. Mana-chi kiyoshipakka o'xshagan. 20 ming. Bular 20 ming. Bunisi-chi? Bular ham 20 ming. 20 ming so'm donaga. Bu-chi? Ayollar. 25 ming. Bunisi-chi? 25 mingdan. Bu ham 25 ming. Donaga? Donaga. Kelishamiz optimga. Optimga kelishtirishar ekan narxni. Chishkachi? Chishkalarimiz 50 ming so'mdan. Bular 50 ming so'mdan ekan. Tapchkachi? Tapishkamiz donaga 20 mingdan. 20 ming so'mdan. Bu-chi? Xitoylarimiz 120 mingdan. Bunisimi yo bunisimi? Mana 120 ming. Bu 120 ming so'm. Bunisi-chi? Bular 60 mingdan. 60 ming so'mdan. Dona narxi bular. Mana oyoq kiyimlar necha pul mana shu? 40 ming so'mdan dona narxi. 40 ming so'mdan donaga. Pachkaga kelishamiz, cheklanmagan miqdor. Pachkaga kelishtirishar ekan narxni. Mana tapchkangiz necha pul bu? Pachkaga 15 ming. Pachkaga 15 ming so'm, donaga 20 ming so'm. Bu-chi? 25 mingdan. 25 ming so'mdan. Telefon nomeringiz aka? 50lik 50lik 999 999 15 17. 15 17 ga telefon qilaverasizlar akalar. Mana-chi? Izlarimiz donaga 50 ming. Donaga 50 ming so'm ekan bular. Razmeri nechadan nechagacha? 39 dan 44 gacha. 39 dan 44 gacha. Telefon nomerlari aytildi. Yaxshi. Video yoqqan bo'lsa, like ni bosib qo'yaverasizlar, gumillatib aloqaga chiqaverasizlar.